Nima uchun men buni yotib oldim? Assalomu alaykum. Sizlar bilan belgi rejim mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinov. Buni yotishimning sababi ham belgi rejasiga uy sharoitida zo'r mashqlardan bittasini sizlarga o'rgatmoqchiman. Uy sharoitida rejaga nimalar qilsam bo'ladi? Qanaqa mashq tanlasam bo'ladi va qaysi mashq umurtqa pog'onasiga yaxshi? Shunaqa savollarni ko'p berishadi bizga podpischiklarimiz, tomoshabinlar. Endi aynan siz uchun belgi rejasiga zo'r mashq o'rgataman. Bu mashqni bajarganingizdan keyin ham beringiz har kuni sizni bezovta qilaversa, noqulay holatlarga olib kelsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilib telefon qilib kelib rejani davolatib keting. Millimetr katta bo'lsa, bitta ikkita kurs olasiz o'zi. Bir kungina muolaja, ertalab 11 da kelib, ertasi 11 da ketasiz. Ovqatlash o'tdi. Bir kungina muolajadan 2-3 marta olasiz, 2-3 kungina. Zo'r bo'lasiz, keyin mashq bajarsangiz effekt bo'ladi. 5-6 millimetrlik rejalar 5-6 yildan beri umurtqani ezishadi-da, reja mashqi bilan umurtqani tuzatib qo'ymoqchi bo'lishadi. 5-6 yillik narsani mashq bilan cho'za olmaysiz. Shuning uchun mashqda effekt olmayapman deb yurmang. Agar rejangiz katta bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qilib, davolanib, keyin mashq o'zimiz beramiz. Bu qanaqadir mijoz chaqirish emas, sizni effekt olishingiz uchun to'g'ri tushuntirib qo'yish. Biza bo'lsa uy sharoitida mashq qilib boshlaymiz, siz kuzatib boring. Bu mashqimiz tekis joyda yotish bilan amalga oshiriladi. Uyingizda oddiy tekis gilamga yotib olgan holatda mashqni bajarasiz. Yotganimizda ham L4 L5 L5 S1 qaysi sohaga tushishini bilib olishimiz uchun bu mashq oyog'imizni ko'tarib bajarilganligini hisobiga ikkala pog'oniga ham ziyoni tegmaydi. Shuni bilib olishimiz kerak. Entagi dumg'aza L5 S1 yoki L4 L5 ga ham bu mashqni bajarsa bo'ladi. 5 marotabadan 4 takror kechki uyquga yotishdan oldin bajarasiz. Bitta oyog'i yig'ib olasiz, ikkinchisini to'g'ri ko'tarish bilan bajariladi. 1 mana 2 3 4 5 1 daqiqa dam berasizda, belingizga ikkinchi tarafini ham 1 2 3 4 5 qilasiz. Endi 2 daqiqa dam berasiz. Oraliqdagi dam berishdagi e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. 1 daqiqa bitta oyoq bilan ikkinchi oyog'i orasi. Ikkala oyog'ingizni qilib bo'lganingizdan keyin 2 daqiqa umumiy dam. 10 oyoq va chap oyog'i bitta podxod desak 5 tadan. Shunaqa 5 talikdan 10 talikdan 4 takror bajarasiz. Tushundingizmi? Ana uni bajarganingizdan keyin har 2 kunda sonini bitta qo'shib borasiz. Belimiz umurtqa pog'onasi baquvvatlashib har kuni cho'zilishi uchun har 2 kunda sonini bitta qo'shishimiz shart. Bugun 5 ta qildingiz, ertaga ham 5 ta, uni ertasiga 6 ta. Uni ertasiga 6 ta, uni ertasiga 7 ta. Hozir siz bugun va erta 5 ta qilganingizdan keyingi kunini ko'rsatib beraman. Ketdi, yana yotamiz. Bitta oyog'imizni yig'ib olishimiz shart. Mana yig'ib turibman. Ikkinchisini ko'taramiz mana. 1 2 mashq boshlaganimga taxminan 2 kun bo'ldi deymizda. 3 4 5 6 mana. Ko'rdingiz-a? 6 ta qildim. Endi ikkinchi tarafi. Oyoq yig'amiz, ketdi. 1 2 3 4 5 6 6 ta bajarasiz. Bugun 5 ta, ertaga 5 ta, uni ertasi kuni mana 6 ta. Uni ertasiga ham 6 ta, keyin 7 ta. Har 2 kunda sonini bitta qo'shib boring. Video uzoq qilmadim, xuddi shu mashq har kuni to'xtovsiz takrorlab. Shunda ham belingiz og'riversa, rejangiz katta bo'ladi. Boksdan oyoq tortsa, MR qildirib pastdagi nomerga murojaat qilib keling. Avval davolanish, umurtqani cho'zib elastik qilib mashqqa tayyorlab beramiz. Keyin mashq, avval muolaja, keyin mashq. Shunda zo'r rezultat olasiz. Narxlar qimmat emas. Ko'p kun siz ushlab o'tirmaymiz. Bir kun muolaja olasiz, tuzalib ketishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang. Nomerlarga telefon qilib, navbatga yozilib kelish esdan chiqmasin.